trenerni hayot sinovlari yokida bir yaqin insonlarga adolatsizlik qilgan paytida trener sinmaydi. Trener sinishni boshlaydi qachon? Zaliga maqsadsiz bolalar ko'payib ketgan paytda bo'ladi. Bular qanaqa bo'ladi? Maqsadi yo'q, mehnat qilmaydigan bolalar ko'payib ketgan paytda trener o'ziga o'zi savol berishni boshlaydi. Bular bilan men qanaqa chempionlik etabiga yetib borishim mumkin, qachon yetib borishim mumkin degan savollar bilan trener o'zini o'zi qiynaydi. Yokida eng trenerning nozik nuqtasi uni sotqin shogirdi bo'ladi. Shogirdi tashab ketsa biz ko'rganmiz, ba'zi bir trenerlarni kechasi bilan uxlamasdan chiqqanlarni ham ko'rganmiz. Shuning uchun trenerlarni har doim asrab avaylash kerak. Trenerlarni ko'rganmiz, mazasi bo'lmay qolgan paytlarni, yuragi og'rib qolgan trenerlarni ham ko'rganmiz. Shunaqa holatlarni o'zim guvohi bo'lganman. Odamlar aytishi mumkin, osongina keladi 2 soat trenovkasini o'tadi, ketadi deydi. Yo'q. Trener bu 2 soat trenovkasida borini beradi, bor jonini berib ishlaydi. Trenerda mas'uliyat juda katta.